Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Robiya. Meni Instagram akkauntim Banrayami nomidan tanishinglar mumkin. Meni yaqinda to'yim bo'lyapti, hamma ko'rdi. Vertolyotda merimilarim bo'lganini ham hamma ko'rdi. Ko'p qizlar meni shundan tanidi. Meni yaqinda to'yim bo'layotgani uchun kelin ko'ylak tanlashim kerak edi. Men qatdan qanaqa ko'ylak tanlashni bilmadim, o'ylandim. Meni bir kun rekomdan Smukulapaning videolari chiqdi, ko'rib qoldim. Ularni kelinlarga bergan maslahatlarini ko'rib, men ham o'zimni, o'z tanlovimni ularga topshirishga qaror qildim. Shuning uchun men hozir isti salonlariga keldim. Bugun menga ko'ylak tanlashda faqat Smugulapa emas, meni o'rtalarim ham kelgan, ular ham menga ko'ylak tanlab berishadi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qiziq bo'ladi. Robiya meni oldimga o'zimga yarashadigan zo'r ko'ylak tanlab bering deb keldilar. Men ularga o'zlarini xohishlaridan kelib chiqqan holatda bitta idealniy variantiga ko'ylakni tanlab qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, bu ko'ylagimizni ko'rib olishingiz mumkin. Lekin Robiya o'rtoqlari bilan birga kelganligi uchun shu o'rtoqlarga ham imkoniyat berib ko'rmoqchiman. Qani ularni talab bergan ko'ylagi qanaqa chiqarkan. Robiyaga talab qo'ygan obrazim tayyor, lekin men sizlarning ham fikringizni bilmoqchiman. Robiyani qanaqa ko'ylakda tasavvur qilyapsizlar? Xohlasanglar mana shu katalogdan tanlab obraz yaratishingiz mumkin. Shuni tanlayveramiz-da. Biz shu ko'ylakni tanladik. Men bilmayman, har bitta kelin ko'ylagi yoshi chiroyli deb o'ylayman. Ya'ni chunki har bittasi alohida anaqa dizayn bilan, chunki qiyin-da, qarang bilan yaratish oson emas. Ko'zim o'ynab ketyapti bilan ko'pchiligidan chiroyliga qarang yaltirashim bularni. Har doim necha marta kiyganda ham har xil emotsiya beraveradi kelin ko'ylak shunaqa. Shu zo'r. Bizning kelin ko'ylagimiz qani endi? Tezroq Robiya kiygizaylik. Qiziqib ketaman o'zim borib. Voy! Yo'q, ana qo'yinglar. Assalom. Rosmdagidan chiroyli. Mana shunga idealni bor-ku. Aytdi-yu, bizning vkusimizda samimiy qilmayladim. Asal. Kukla prama, ichimchi prama. Mana bu o'rniga Da. Da, sanki pishimo prama. Нереальный toshlari bilan такой жемчуж. Mahfuzlagan prямda, minimalizm bilan birga prям hayajonlanib chuqurlarni qaltirab ketyapti bari. O'sha boshqacha. My girl. Aniq shu. Voy, ro'yligini. Asal. Просто это Robiyaga nima sababdan bu ko'ylakni tanladim? Birinchi o'rinda korolevskiy vibe beradi. Ikkinchi o'rinda korset qismi kaltak ko'ringani hisobida, yubka qismi uzun bo'lib, Robiyani bo'ylarini vizualniy uzun ko'rsatib berishda yordam beradi. Bu oxirgi obraz emas. Sizga bundan ham zo'r obrazni tayyorlab qo'yganman. voy. Robiya, vashi yarashgan. Har bitta tanlagan ko'ylagimizda juda ham zo'r, no oxirgisi prям ana kukla qilib qo'ygandek bor, prinsessa bo'ladi-yu. По-моему, hamma qizlar o'zini to'yida takoy o'zini boshqacha his qilgisi kelsa, xuddi shunaqa bo'ldi deb o'ylayapman. O'shaning uchun videoni ko'ringlar. Общий ko'ylaklarga keladigan bo'lsak, vыбор juda ko'p ekan. To'g'risini aytsam, qaysi birini tanlay deb rosa o'ylanib qoldik. No, hammamizning ko'ylagimizni bir-biridan отличаться qildi. Fasoni bilan, naqshlar bilan, hamma narsasi bilan, lekin hammasi bir-biridan zo'r, bir-biridan krasivый, chiroyli, shikarniy. Kelib
o'zinglar tanlasanglar, будущий невесткаlar. O'zinglar bilasizlar. Ko'rasizlar. Salonga boshida kelganimizda unaqa hayajon bo'lmadi, lekin уже Robiya ko'ylaklarni kiyib, takoy chiqqanlarida уже boshqacha bo'lib hayajon bosib ketdi o'zimizni ham, hatto bizning to'yimiz emas. No, прям xursandmiz, protsess realniy прям boshqacha bo'lar ekan. Так что juda ham havasimizga kelyapti. И menga eng yoqqan joyi bu yerda hijoblilarga ham, takoy yevropeyskiy kiyinadigan qizlarga ham ko'ylak topa olasizlar. Hijoblilarga ham shunaqa ko'ylaklarni chiroyli qilib yopib berishadi ekan. Hammasi takoy chotki qilib berib, так что hammasi zo'r. Bu bola bilan munosabatni tugatishing kerak degan ham o'zim, lekin ertaga to'yga borib mazza qilib o'ynab keladigan ham o'zim. Da biz qizlar har xil bo'la olamiz. To'g'risini aytganda, men kelayotgan vaqtim xayolimda har xil obrazlarni yaratdim. Lekin Pinterestga kirib, bir ikkita obrazlarni ko'rib qo'ydim. O'yladim, balki topa olaman, balki topa olmayman. Agar topsam, aniq o'shalardan birini tavsiya qilgan bo'lardim deb. Kelib ko'rdim. Ko'ylaklar juda ham chiroyli, hammasi bir-biridan asal. Tanlashga qiynaldik. Nafaqat men, bu yerdagi qizlar ham. Chunki hammasi bir-biridan juda ham chiroyli. Robiyaga talab berayotgan vaqt, как будто bu ko'ylakni Robiya uchun emas, balki har bitta qiz o'zi uchun tanladi, o'zim uchun tanladi degan hissiyot uyg'ondi. Harakat qildik, qo'ldan kelgancha Robiya uchun juda ham chiroyli ko'ylakni tanlashga. Robiya o'zi va shu boshqacha qizda, uni yo'nalishi bor, o'ziga yarasha. Men kelayotganda, shu kelin ko'ylak tanlayotganda unga o'zim как obraz tanlab kelgandim. Botda biz tanladik ko'ylaklar, o'zim xohlayotgan ichidan topdim, prям rostdan maza qildim, chunki u ko'ylak meni xayolimda juda ham yarashdi deb o'yladim. Protsess ham juda zo'r o'tdi, qizlar bilan maza qilib o'tirdik. O'ylaymanki, har bitta kelin ko'ylak hech qaysi xunuk deb o'ylamayman, chunki har bittasi alohida ishlanadi, mehnati bor, jozibaga ega har bittasida. Uni tasavvur qilib aytish boshqacha emotsiya bu. Chunki har kelin ko'ylak kiyganda har xil emotsiya olaveradi odam. Bu va shu boshqacha chuvstvo, uni his qilib bo'lmaydi. Men o'rtog'im kelin bo'layotgandan juda ham xursandman. Kelin ko'ylaklar shunaqa yarashgan, unga prям bunaqa chuvstvo bo'ladi deb o'ylamagandim, chunki birinchi marta menga bunaqa ошущение bo'ldi. Shuning uchun juda ham xursandman. Kelin ko'ylaklarga gap bo'lish mumkin emas, chunki menga minimalizm juda ham yoqadi. Botda aynan shunga e'tibor berishgan ekan. O'zim ham maza qildim. Как будто o'zimni to'yim bo'tganda unga ko'ylak tanladim. Hammasi zo'r. Bugungi emotsiyamni sizlarga aytadigan bo'lsam, Ismigul opa tanlaganlari ham, o'rtalarim tanlaganlari ham menga birdek yoqdi. Men уже o'z tanlovimni qildim, lekin buni hozir sizlarga afsusli ko'rsata olmayman. Agar birinchidan borib ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana va Isi salonni kuzatib borsanglar, ko'rasizlar. Ko'rdinglar, ular 3 ta ko'ylak kiyib ko'rdilar va ularni tanlovi 4-ko'ylak bo'ldi. Ya'ni men tanlab bergan ko'ylakni tanladilar. Lekin afsuski, bu ko'ylakni ko'rsa olmaysiz. Mani va Robiyani Instagramda aktiv bo'lib tursanglar, albatta bu ko'ylakni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Sizlarga ham shunaqa ko'ylak kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Isi saloniga tashrif buyuringlar va bizani kuzatishda davom etinglar.